Точно adres bo'yicha keldikmi? Или yana Yandex gnat qotdim. Shu ko'zga tashlanadigan bo'lib keyin yubormadingmi? Onam shu uchun tuqqan. Assalomu alaykum. Ketdik. Bu dunyoda hamma narsani pul hal qiladi. Farqi yo'q qanday ish bo'lsa. Brat, mash Bruce turasizmi yo uydagilar bilanmi? Farqi yo'q qanday ish bo'lsa. Muhimi jon dili to'lsin. Hamma bilsin qanday zo'rsan. Hamma narsani pul hal qiladi. Tabriklayman. Sizlar hayotinglardagi eng to'g'ri qarorni qabul qildinglar. Bu siz eng to'g'ri qaror qabul qildingiz. Bizning komandamizga qo'shib. Sen bola juda ham ko'p gaplarkansan. Azmi? Aziz tug'ilgandan shunaqa bidir. Ana bolani ishini tugatdingizmi? Sarvar. Tepadan telefon bo'ldi. Bekorga bunga aralashmang deb. Bu o'z joniga qasd qilgan. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Nishaka. Men siz bilan birinchi marta ishlayotganim yo'q. Iltimos. Yaxshilab tekshirib bering. Men uchun. Bilet. Nima qilasan, Sarvar? Nima shuncha puling ko'pmi? Nima qilasan mayda ishlarga aralashib? Nishaka, bu siz o'ylaganchalik mayda ish emas. Aniq bilaman, orqasida katta jinoyat yotibdi. Yo'q demang, men uchun. Iltimos. Men uchun. Senga bir narsa deya olmayman-u, lekin tekshirsa bir narsa chiqadi. Rahmat. Bu dunyoda hamma narsani pul hal qiladi. Farqi yo'q qanday ish bo'lsa. Muhimi jon dili to'lsin. Hamma bilsin qanday zo'rsan. Sistemaga qarshi belsinadi. Farqi yo'q qanday ish bo'lsa. Muhimi jon dili to'lsin. Hamma bilsin qanday zo'rsan. Hamma narsani pul hal qiladi. Tak, shu bizani komanda. Bu Mahmudjon. Juda ham yirtqich hayvon. Xullas kaban. Eng zo'rlaridan. Bu Artyom. Oramizdagi eng yoshi. Artyomning laqabi Jonka. Chunki eng zo'r klientlari shuniki. Bu esa Shpargalka. Odamlarni qanday aldashni o'rgatadi. Ismi Botirjon. Xullas tekst yozib beradi. Bu yoshlarimiz. Bu esa Jas. Jahli juda ham tez. İmkon darajada muomala qilinglar. Xullas, psix. Bir daqiqa. Bu Aza va Beka. Yangilardan. Ha, aytgancha. Laylo, mana shu komandani yetakchisi. Ha, aytgancha. Sizlar bir-birlaringni taniysizlar, to'g'rimi?
Endi yaqindan tanishasizlar. Mayli, yaxshi ishlaylar. Mana senga uchrashuv. Syot aka, yangi ish topsan-da. Da. İşte ishlaymiz. Men senga aytadigan gaplar o'rtamizda qolish kerak. Buni protokolga kirgizmaysan. Bu gaplarni sen iltimos qilganing uchun aytyapman. Bola o'zi o'lmagan. Uni bo'g'ib o'ldirishgan. Chunki tanasidagi ko'karganlardan ko'rinib turibdi. Uni oldin kaltaklashgan. Keyin o'ldirishgan. Bu noto'g'ri. Men buni shundoq qoldirmayman. Ey, men ketdim. Amin. Hop qarang, sizni hozir kartangizdan 2 million so'm pul ishtirgan ekan. Shunga biroz bezovta qoldik. Tak, bolalar. Hozir bir daqiqa. Oyning oxiri sizlarga nimadir eslatmayaptim. Qo'shimcha motivatsiya bo'lsa kerak. Qanaqadir bonus bo'ladimi? Albatta. Bonusiga Tak, stop. Bu kvartira yoki mashinani kalti emas. Bu mototsikl kalti. Uni mayli. Yaxshimi? Yaxshi. Ov boshlandi. 3 ta yoshlar. Men bilan chiqinglar. Hop qarang, sizni kartangizdan 2 million so'm pul ishtirgan ekan. Shuning uchun Nimaga hisobotlaring chala? Nima qolsalar o'zi ushla. To'ldirib kel buni. Voy. Yana o'sha ishmi? Nima qilasan buni sudrab? Suitsid degin, delani yopgin. Bu yoqdan bekitib qo'yilgan notebook chiqqan. Men uni tekshirib ko'rmoqchi edim. Balki biror narsa... Zaif baluji. Sanlarga ish kerakmi? Bor bozorga. Ana kampirni tunab ketishgan. Kamerani tekshir, guvohlarni top. Hakkerlaring bilan zaybaluji. Bari keling ham yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Alisher, menga mana shu qizni yaxshilab tekshirib bergin. Adresi, ism familiyasi kerak. Bu ishga o'zi ne qiziqib qoldingiz? Gap faqat bu bola haqida emas. Uxlatilgan katta pullar, mashiniklar tomonidan aldangan odamlar haqida gap ketyapti. Iltimos tekshirib ber. Men seni bu yerda ko'raman deb, Men ham seni bu yerda ko'rib, pizza olib kelibsan deb o'ylabman. bu ish senga nima kerak? Puling o'zingga yetarli shekil yoki senda ham puldan problema bo'ldimi? Sen nima ishing bor? Birovning hayotiga burningni suqma. Agar yoqmayotgan bo'lsa, bemalol borib dastavkangni qilib yurishing mumkin. Keyin mani hayotimni savol-javob qilish senga emas. Tushunarlimi? Beka, bugungi manimcha yetadi. Hali institutga ham borishimiz kerak. Atrofingda nima bo'layotganini ko'ryapsanmi? Kecha pampersini yechgan bola bizdan ko'p soqqa qotdi. Billa, bu ketishda men Garvardga kiraman. Yana nimamush? Garvardga ketarmish.
Sen bo'lsa institutga. Bugun biz o'zimizdan ko'rsatmasak, umuman ko'rinmasdan yuramiz keyin oxirigacha. Biza yangi sxema topishimiz kerak. Malika to'xta, sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Nima kerak senga? Menga anu dastavkachi bilan gaplashib yurishing yoqmayapti. Amanga sani qilayotgan munosabating yoqmayapti. O'zi oxirgi paytlar uni boshqacha bo'lib qo'ygan sezayapsanmi? Divizionerlar shubhalantirmayaptimi? Qimmat kokteyl, restoranlar. Yo'q, u halol ishlab yuribdi. Har holda senga o'xshab oddiy ishdan orqamaydi. Balki u kuryerlik qilayotgandir. Shundoq ham kuryer. Ya, tushunmading. Men boshqacha kuryer aytyapman. Menga qara, boshqalar haqida yomon gumonga bormagin. Yutmasak bo'lmaydi, yutishimiz kerak. Mana shu narsa bizaniki bo'lish kerak. Matas tasavvur qilyapsanmi? Matas ketyapman deb orqamdan laylo quchoqlagan. Hayda deyapman, ketyapman o'rtoq. Yutmasak bo'lmaydi. To'g'ri, gap yo'q, lekin birinchi bo'lib qarz yopishimiz kerak. Keyin qolgani bo'laveradi. Yo'q, qarz birinchi o'rinda. No, matas. Teshib chiqmaydi. Tasavvur qilyapsanmi? Bizani ishlashimizni ko'rib ham ozgina Laylo kompot bo'lib qolarmidi menga? Kompot? Kompot? Hozir ikkalamiz bitta narsani o'yladingmi? Agar Layloni narsa deb hisoblasang-da. Hazil. Men tushundim. Hozir prilojeniyani ochamiz. Bitta ovoz bilan hammani so'lagiga oqizib, soqqasini ishlaymiz. Senga chiroyli qizdan xabar keladi. U senga lichkasiga o'tishni taklif qiladi. Bu esa seni qiziqtiradi. Lichkasida senga ajoyib taklif va bonus haqida ma'lumot beradi. Nastriyadan ko'targan figura top. Qidiryapman. Mana. Давай. Uzr. Havola orqali falshiviy saytga o'tiladi. U yerda shaxsiy ma'lumotlarni, telefon raqam, elektron pochta, bank karta ma'lumotlari kiritilishi so'raladi. Ma'lumotlar kiritilgandan keyin mashinniklar pullarni uxlatib olishadi.
Xo'sh, qancha? 250 Ming? million. Да, я сейчас вам перезвоню с другого номера в Телеграм. Razyo! Bugun yangi olgan bolalarimiz zo'r ish ko'rsatishdi. Oldimga kelinglar. Odatda men hech kimga oldindan soqqa bermayman. Lekin bu sizlar jackpot yutganinglarni eslab yurishinglar uchun. Keyin bundan ham zo'r ishlar ko'rsatasizlar degan umiddaman. Bizlarni bu yerda ko'p qolish niyatimiz yo'q. Qarz yopgandan keyin hammasi tugaydi. Lekin aniq emas hali. Men hech kimni bu yerda majburlab ushlab turganim yo'q. Mayli, ishinglarga qaytinglar. Rahmat. Hali ham kuryer qilyapsizmi? Da, oldin kuryer edim. Hozir hayotimni o'zgartirishga, yangi odamlar bilan tanishishga harakat qilaman. Hozir ofisda ishlayapman. Qanaqa ofis? Tipa praktika desa ham bo'ladi. O'zim sohamga yaqin ish. Har xil tizimlarni, slabiy taraflarini topib, o'sha problemalarni hal qilaman. Nичего себе, zo'r-ku. Yaxshi. Yana men qilamiz. Qorningiz ochganini his qildim. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim, sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar, bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qayta. Sening bergan sof mehringni, sening aytgan shirin so'zlaringni sog'indim. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim, sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar, bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qayta. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda, yozda, qishda, hozirmi yoki 60da, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsin, telefonlar o'chib ketsin.